Hozir men sizlarga avokado yeyishni o'rgataman. To'g'risi men hozir yedim, umuman mazasi vashiva yoqmadi. Ozgina yegandim. Lekin yeyishim kerak ekan-da, doktor aytdi. Majburlaymiz, o'zim majburlayman. Ozginasini kesib oldim. Nima bunaqa buni mazasi? Endi limon. Lekin limonni sevaman men. Limon yaxshi ko'radigan odam hech qaysi odam menchalik yaxshi ko'rmasa kerak. Bismillah. Avokado kesib ol. Ana shunaqa qilib yesa bo'lar ekan, limon bilan aralashtirib. Mana ozgina yashil joyi qo'shilib ketib, shuni olib tashay. Yomon narsa ekan, avokado yoqmadi menga. Hech kimga yeyishni maslahat bermayman, yemaganlar. To'g'risi men oldin yemaganman, endi birinchi marta yeyishim edi.